Qizlar, bugun sizlar yaxshi ko'rgan spakovka chek qilamiz. Zakaz qilgan narsalarni hozir hammasini ko'rsataman. Juda ham ko'p narsa zakaz qilganman. Birinchi oyoq kiyim, buni kачествосini ko'rasizlarmi? Qanaqa zo'r kelgan. Buni narxi atigi 60 mingga oldim qizlar. Mana korobkalari bilan ichlarini ko'rasizlarmi? Qanaqa качественный. Keyingi bu bizani sharf, bu brendni bilasizlar. Shunaqa zo'r качественный sharf keldi qizlar. Men kutmaganim просто. Shunaqa zo'r ichlari. Keyingi zakazimizda bu yubchka shunaqa qalin. Keyingi zakazimizda organizer. Buni organizer atiga 15 mingga sotib oldim qizlar. Narxi vashe zo'r. Keyingi yubka, bu ham yubka zakaz qilganman. Buni narxi atiga 25 mingga oldim qizlar. Mana ichlarini ko'rsatyapman qizlar. Bu keyingi bu bizlarni shiringina bo'lgan mini sumочкamiz. Brendовый. Mana hozir ichlarini ko'rsataman qizlar. Hammasi mana o'zini dokument korobkalari bilan keldi. Buni narxini eshitsanglar, atiga 80 mingga oldim qizlar. 80 mingga. Bizda nech pul sotadi? Keyingisi bu bizdan shunaqa utepленный anaqa shim zakaz qilganman. Buni narxi 30 ming adashmasam. Keyingisi mana shunaqa chiroyli zireylar zakaz qildim. Zireya. Keyingisi shunaqa pidjak dvoykali. Shunaqa kачествоsi zo'r keldi qizlar. Mana yaqindan ko'rsatyapman. Keyingisi Miu Miudan shunaqa shirin mini sumочка